Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Kaskali bola kanalimizda, ya'ni qurilish sohasida bo'lib turgan videolarimizda ishqibozlari va hamyurtlar. Bugungi videolarimizda shlaka blok ishlab chiqarish sohasidagi narx-navolar, sifatlar va yetkazib berish xizmatlari shular haqida suhbatlashamiz. Hozirgi kunda shlaka blok juda ommalashyapti, ya'ni to'g'ri o'q devorlarga asosan mana shunaqangi shlaka bloklar urilyapti. Hozirgi kunda shlaka bloklarimizda narx-navolarini imkon qadar sizlarga aytishga harakat qilamiz va sifat darajasini sinashga harakat qilamiz. Menimcha hammasi yaxshi chiqdi. Videodan yiroqlashmang, layklar bosib qo'yamiz. Hozir qizil yutadimi, oq yutadimi, buni ikkalasini bir-biriga urgan holatda sinab ko'ramiz. Qani qizil yutadi deganlar qizil deb qo'yinglar, oq yutadi deganlar oq deb qo'yinglar. Qani ketdik. Ikkinchi raund. Qani uchinchi raund. Ikkalasida ham bittadan kabi butun qoldi. Bu degani sifat bir xilda. Sariq bo'ladimi, qizil bo'ladimi, qora bo'ladimi, oq bo'ladimi, bir xil mahsulot tashkil qilyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jon aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Charchamayapsizmi? So'zingiz qalay? Biz yangi kanal ochdik. Ya'ni Yaxshi. obunachilarimizga bir manfaatli bo'lsin. Shu qurilish sohasidagi ma'lumotlarni ko'p axtarmasdan shu bizni Kaskali bola kanalimizga o'tsa, uy proyektlari va qurilish sohasidagi yog'och bo'ladimi, shlaka blok bo'ladimi, pishig'ish bo'ladimi, narx-navolari qanaqa bo'lyapti, shular haqida suhbatlashamiz. Biz endi ko'pchilik YouTube'da ko'rganmiz, shlaka blok ishlab chiqarish biznesi deb ko'p chiqarishadi. Bizga biznesi muhim emas. Bizga asosan narx-navosi, yetkazib berish xizmatlari qanday bo'lyapti. Shular haqida suhbatlashsak. Xo'p, narx-navolarimizni kelsak, hozirgi kunda narxlarimiz har xil o'ynab turibdi. 3000 so'm, 2900 shunaqa 1-200 so'm aqabaqa bo'lib berilyapti. Yetkazib berish o'zimizda xizmati bor. O'zimiz Oltiariq tuman bo'yicha yetkazib berilyapti. Yetkazib berilyapti. Dastavka xizmati qanaqa o'sha? Dastavka xizmati kelishilgan holda qilib Kelishilgan holatda, yaqin uzoqligini hisobga olgan holatda. Shu kelishib qilib berilaveradi. Hozir mana sifat darajasini imkon qadar ko'rsatib beramiz deb bir trotuardan bitta g'ishtda hozir boshida o'sha 1 metr, 1,5 metr balandlikdan tushdi. Sinmadi, xudo xolasa sifati yaxshi. Endi bu darajada siz 1 metr, 2 metr joydan tashlab yubormaysiz. Imkon qadar bu g'ishtlarni qo'lda olib borib qo'lda tushiriladi. Agar sindiraman deb niyat qiladigan bo'lsangiz, 1,5 metrdan ham tashlaydigan bo'lsangiz, noto'g'ri tushadigan bo'lsa sinadi bu g'ishtlar. O'zlaringiz bilasizlar, ichki tomoni po'k bo'lganligi hisobiga stenasi o'sha 3-4 santimetrdan bo'ladi. Xo'p, buni qanaqa sementlar ishlatyapmiz bunga? Bunga hozir oldin 500 marka deyiladi, hozir 550 marka bo'ldi, yangicha marka bo'lib chiqyapti. Yasin 550 marka ishlatamiz. O'sha beton stoykagamiz, blokimizga ham hammasiga shu bitta bir xilda qo'shiladi. Har bitta blokimizga shu 1 kilodan sement qo'shiladi. 1 kilodan sement to'g'ri keladi bitta blokimizga. Hozir o'sha 2900-3000 so'm atrofida deyilyapti. Uni nimani hisobiga narx-navo o'ynayapti? Bu yerda mana ichiga solinyapti pesoy bilan sementimiz narxi o'zgaryapti. Qo'shilib boryapti. Narx endi qurilish hozir yozga chiqqan sari sement narxi ko'tarildi. Mana svet gaz qo'shildi deb turib, ag'dan narx qo'shyapti-da, iloji yo'q biz ham ma'lum miqdorda 50 so'm 100 so'm qo'shyapmiz, ko'p emas. O'zini miqdori nimasini qo'shyapmiz xolos. Bunaqa sun'iy ravishda oshirish yo'q bizda. Tushunarli. Hozir mana orqa fonimizda rang qo'shilganini ko'rib turibsiz-da. Bular asosan o'sha burchaklarimizga yoki fason chiqargan. Padrashivka deyiladi. Chiroyli qilib atrofiga qo'yiladi shular. Narx-navosi qanaqa? Bir xilmi bular bilan? Yo'q, bular ana ranglari Xitoydan keltiriladi, Xitoydan keladi. Bular narxlaricha 4800-5000 beriladi bular. 4800-5000 so'm. Mana. Ash holatdagi narximiz. Bu ichigacha bir xil rang chiqadi-da endi. Ichigacha shu nimaga misharkaga tashlanganda rang qo'shiladi-da, hamma yo'q bir xilda chiqadi. Buni tepasidan bo'yab qo'ysangiz oqarib ketadi. Shuning uchun bir xilda qilib chiqariladi. Demak, ichki qismiga-chor. Bu bo'linadigan blok o'zimda silkiganda o'zi uzilib qo'lda qoladi. Lekin silkigingizda o'zi qolmayapti. Qo'lda uzilib tushadi agar sifatsiz bo'lsa-da. Uzilib tushib ketadi. Sifat shundan bo'lsa ko'chib sinib ketadi. Shu. Tushunarli. Narxini qancha dedingiz buni? Bular 5000 so'm berilyapti. 5000 so'm. Ana o'rtasiga qilinadiganlari bor-ku, tumbalar. Tumba deyiladi. O'shalarga 7500 so'm berilyapti. Stenasi qalin, 5 lik bo'ladi. Hozir bormi bu yerda? Bor, bu yerda orqa tomonimizda bor. O'sha oldiga o'tib ko'rsataylik. Ko'rsatamiz, yaxshi.
Demak, mana shu holatda bo'ladi bular. Shu mashlar tumba bo'ladi. Buni stenasi qalin ekan haqiqatda. Stena 5 li deyiladi. 5 lik. 5 li stenada mana qalinligi. Buni o'sha 3 metr 4 metrga haligi sesma poyezd deyiladi-yu, sesmani uni qo'yib turib, ichiga semun quyiladi. Ha, armatur tashlab ichiga semen quyiladi. Semun quyiladi. O'shaning uchun 5 li deyilgani, semun quyganingizda tagidan yorilib ketmaydi, dars ketib yorilmasin hisobiga baquvvat bo'ladi. Apalivka hisobida. Apalivka hisobi. Shoklarimizni tushishlari qalay bo'lyapti? Zo'r tushyaptimi? Hali bir xilga nimalarda ichcha qing'ir-qiyshiq bo'lgan joylarni ham ko'rib qolyapsiz-da, bir xilga joylarni. Yo'q, razmerlari bir xil. Razmer ko'rib boriladi. Buni mana tirnoqlari bor mana. Ha, o'sha tirnog'ida. Mana shu yerga shunday tushadi, tirnoq ushab bo'ladi. Aha. Blokni o'zi ushab oladi. O'sha razmer tushishlari yaxshi, pilotni tushishlari. Pilotni tushadi shunga. Xo'p, demak, Abrorbek sifat darajasi yuqori, yaxshi. Xudo xolasa yaxshi. Bloklarimiz holati yaxshi. Yetkazib berish xizmatlari kelishilgan holatda narx-navolari kaskali boladan deydigan bo'lsa, aytgan narxingizdan tushib beramiz. Tushib beramiz. Xudo xolasa telefon qilib, kaskali boladan telefon qilyapmiz, aloqaga chiqyapmiz deysa, kelishilgan holda tushib beriladi. Salomat bo'ling. Ishlaringiz rivojini bersin Abrorbek. Rahmat. Mana men o'zim yaqinda uyda qurilish qildim. Blokni siz yetkazib berib turdingiz, imkon qadar chiroyli holatda. Narx-navolar ham go'zal, sifati ham o'sha asosan hozir ustalarimiz o'sha podrashivka qilib uradigan shlaka bloklarimizni qirralari o'ta chiroyli bo'lishi kerak ekan. Aynan sizda shunaqangi holatlarni ko'rdim. Bunga sabab albatta apparatimizni yangiligi. Apparat yangi, qolip yangi, razmer ko'rib boriladi-da, har bir 10-15 tada ko'rib boriladi, bir xilda chiqadi. Salomat bo'ling. Ishlaringiz rivojini bersin. Rahmat, sog' bo'ling. Aziz obunachilar, manfaatli bo'lgan bo'lsa albatta layklarni esdan chiqarmasdan Kaskali bola kanaliga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman.